Ko'paytita. Dost aka. To'g'ri kelsa 30 dan o'tsa qilaman. Ya ko'ngilingizga 30, lekin Doston aka bitta guringni eshiting. Yo'q qo'qsizda. Mani qarang, men o'zim aqlim yetgancha savdo qilaman. Ag'a odamlar qo'yib beraman, balkim shu yoqqa kimdir shuni olar debda. Men aqlim yetgan savdoni qilaman. Men bitta o'zim aka men ham. Bu yoqqa 100 ta odam bo'ladimi, 50 ta odam bo'ladimi, oluvchisi bitta bo'ladi. Endi ko'pchilik qiziqib shu narsani realmi, real emasmi ishonadi deb ham kelib turibdi. Siz u narsadan xavotir olmang. Mashina uchun emas, ha shu chindan ham shu yoqqa shunday ish bo'lyaptimi deb ham kelib ko'zi bilan ko'raydi degan bor aka. Qiziqishga. Rostdan ham shunaqa ekan deb kelyapti. Endi qo'lni bering. Shunday ishonsangiz, mashinani berib ketishingiz kerak bo'ladi-da. 20 millionga berasiz. Hozir men buni 20 million 500 mingga sotaman. Mayli, eshiting. Olgan odamga 30 ga tushadi giyimlarni sizga. 29 ga bering, kim bo'lsa olsin. Barakalla. Aka. Olgan odamga 30 ga tushsin, bir muzik bo'ling. Mana men aytganim uchun 500 ming. Barakalla. Yo'q aka. Barakasini bering, rozi bo'ling. Aka, biroq gapirni 500 ming. Aka, 1 million o'ting olgan odamga 30 ga. Yana 91 yo'qmi? Pullaringiz kerak emas aka, mana boshingni chiqib dokument qilib bering. Haydanglar aka. Bani qo'yib sizdan ham kutildim aka. 3-kunda mana shu odam Surxondaryolik odamda. 3-kun. Yo'qdimi shu? Surxondaryoda qayerdansiz? Surxondaryo Boysun tumanidan. Surxondaryo Boysundan. O'zi ajoyib xalqlar. 2008 soni Strambular 3 kunlik yurgan, asijit bo'lgan, old orqasi yaxshi ekan aka. Va Alloh uchun ko'rib berish bepul. Sizga ham bir so'm pul kerak emas, ishingiz bitsin. Aka, sizga ham bir so'm pul kerak emas. Ko'rdingiz aka, necha pulga oldim sizdan? 29. Necha pulga berdim shu odamga? 29 ga. Rozimisiz? Bosinglar aka. Yaxshi kunlar men. Rahmat sizga. Hadi aka. Sog' bo'ling. Kelamiz hali.